kelin, mani mazam bo'lmayapti. Shu ko'z tegdimi deyman-da chiroyimga, a? Bilmadim oyijon, balki tekkandir. Ha, mayli. Aytgancha yangilik yo'qmi? Tug'ish deganlarda. Voy, uyaltirmang. To'yga borishim kerak. Qo'rqyapman, ko'z teganmidi. Oyijon, aniq ko'z tegadi, makiyajingizni ko'ra olmaydi odamlar. To'g'ri aytasiz, bormayman. Menga qarang, yangilik yo'qmi? 2 soat oldin yo'q dedingiz, hozirlarga qolmanmi? Bolam, skoriy chaqirmasam bo'lmayapti. Davlingiz oshgan hozir. Ey, chamda, kecha gapga borganman, xipcha deb belimga ko'z tekkan. Xo'p, ko'z tekkan. Menga qara, kecha xotini yangilik yo'q dedi. Sanda yangilik yo'qmi? O'g'il bolaman, unaqa yangilik nima qiladi menda? Menga qara, xotining tug'masa, sen tug'asan aytib qo'yay. Bor, skoriy chaqirmasam. Ha, hech nima qilmagan, просто zerikkanlar-da, havo almashtirib kelishlari kerak. Voy, nima bo'pti? O'larkanmanmi? Yo'q, oyijon, hech qisi yo'q. Prosta ko'z tekkan ekan, o'zingiz yetganingizda shu odamlarni ko'ziga ko'rinmay turishingiz kerak. Chetga chiqasizmi? Nima millioner onasimanmi? Chet el yuradigan. Oyijon, xos chet elga chiqish uchun millioner bo'lish shart emas. Yering bitta joyga boraman sizni. Voy, Mana oyijon, Mega Travel orqali jo'natamiz. Maldiv, Turkiya, Nyachang, Baku, Naftalan kabi zo'r joylarga doimiy turlar bor. O'shalarni sanatoriyalarda dam olib kelasiz. Endi men ko'p joylarga sayohat qilgan qizman-ku, narxlarni bilaman. Boshqa joylarga nisbatan bu yerda ancha arzon. voy rahmat qizim, baraka toping. Menga qarang, yangilik yo'qmi? Oyijon, o'zi 2 hafta bo'ldi to'yimiz bo'lganiga. Qanaqa yangilik? Nima aytding? Yangilik so'rab turasiz? Bu qiz bizda bir dona